Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar, og'aynilar. Men Abdurahmonov Shodiyorman. Yoshim 66daman. Men Samarqand viloyati, Samarqand shahridagi o'quv markazida faoliyatim pensiyaga chiqishimga qaramasdan o'quv markazida faoliyatimni yurgizib kelmoqdaman. Va mana shu 23-yili sentyabr avgust oyida og'ir kasallikka chalindim va tanishlarim orqali mana shu Beliver kompaniyasiga kelib qoldim. Beliver kompaniyasiga kelishimga sabab mendagi belimda suyaklarimning 3-darajali yemirilishi paydo bo'ldi. Shuning uchun mana shu kompaniyaga kelib, shu dorilarni oldim, dorilarni iste'mol qilib, Xudoga shukr, hozir kecha kunduzda men ancha sog'lom bo'ldim. Va men shu bilan birga sizlarni, shu meni tanish bilishlarimni, hamma shu meni taniyotgan insonlar orqali sizlarga yetkazmoqchiman. Beliver kompaniyasiga kelinglar, Beliver kompaniyasidagi dorilardan iste'mol qilinglar. Bu ne to'ki kasallikni, boshqa har qanday kasalliklarni oldini olishga yordam beradi va sizlarni sog'lom bo'lishga chaqiraman.